O'zimni shaxsiy mini kutubxonamdagi ba'zi bir kitoblarimni obzor qilaman. Birinchisi kutubxonadagi murda. Bu Agata Kristiga tegishli. Bu kitobni ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak. Ikkinchisi o'qing faqat yig'lamang. Bu kitob kami 4-5 qismlik, menda hozir ikkinchi qismi bor. Qolgan qismlarini tarqatib yuborganman. Keyingisi Fe'l atvor va yozuv. Bular meni top kitoblarimni biri. O'qib ko'rsangiz juda ham ajoyib kitob uni. Xo'sh, keyingisi Keyxo. Sho'rx har narsaga qodir. Bundan ikkita, bittasini yo'qotib qo'yganim uchun uni qayta sotib olishga to'g'ri kelgandi. Xo'sh, keyingisi qiziqarli psixologiya. Juda ajoyib kitob. Psixologiyani yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham qiziq kitob. Uni qayta o'qisangiz ham yangi narsalarni qayta kashf qilsangiz bo'ladi. Keyingisi men eng sevgan kitobim. Buni 2018-yil birinchi marta sotib olganman. Sinelnikovning kitoblari juda ham ko'p. Men eng yaxshi ko'radigan stressdan qarshi emlanish. Bu meni yangi kitobim. Fotimaning bolasi. Bu ham juda ham ajoyib kitob ekan. Menimcha ko'pchilik o'qib bo'lib unga ta'rif berishim shart emas. Keyingisi Binafshaning shu'lasi. Xullas bu kitobni menimcha hamma juda ham yaxshi taniydi. Hozircha meni eng top kitoblarim shular.